Qaraylik Marg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik handalakning bo'yiga. Bu qo'shiqni barcha juda yaxshi biladi nazarimda. Qisqacha tarixi bor. Bosqinchilar ajdodlarimizni qatl qilib, ustunlarga o'ligini osib, yaqinlariga jasadni bermagan. Ularni hatto olishga yaqinlashtirmagan. Tabiiyki, bu jarayonda o'likdan hid chiqadi. Bu hidni shoir handalakning hidiga qiyoslayapti. Qarg'alar borib, u o'liklarni yegan. Biz esa likillab to'ylarda raqsga tushib yuribmiz. Ko'pchilik buni bilar, lekin bilmaydigan do'stingizga, qo'shiqqa likillab yurgan do'stingizga jo'natib qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi.